Yigit kishiga 40 hunar oz degan gapni eshitgan bo'lsangiz kerak. Aftidan bu gapga Valijon Shamsiyev amal qilishga odatlangan. Boisi u shu kungacha qiziqchilikdan tashqari aktyor, rejissyor, shoir, sportchi, fermer, tadbirkor va hatto prodyuser sifatida ham o'zini sinab ko'rgan. Eng qizig'i, hech bir urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchramagan. Valijon Shamsiyev 1975-yilning 16-yanvar kuni Chilangar usta xonadonida dunyoga kelgan. Onasi farrosh bo'lgani va 4 yoshga to'lganida oilasi boshiga og'ir musibat tushganligini quyidagicha eslaydi. Oilada 6 farzand bo'lganmiz. Anvar ismli to'ng'ich akam bor edi. Nihoyatda mehribon, a'lochi bo'lgan. Meni yelkasiga o'tkazib, terlab pishib ketsa-da aylantirib yurardi. Xullas, bezori borlar bilan tortishib qolgan. Ularning akamda qasdi bormikin bilmadim. Ota uyimiz yonida katta Farg'ona kanali oqib o'tardi. Akam suzishni yaxshi bilardi, ammo bezori yigitlar akamni avvaliga kanalning sayoz yeridan cho'ktirmoqchi bo'lgan. Ularni qishloq odamlari ko'rib dakki berishganidan keyin akamni qo'yib yuborishgan. Keyin tez oqadigan Janubiy Farg'ona kanaliga olib borib, mana shu yerdan o'tib berasan deb kichik temirning ustidan yurishga majburlashgan. Akam o'sha yerdan o'tayotganda kanalda oqib ketgan. Ammo qishloq bolalari hech kimni chaqirmay, qo'rqqanidan uylariga borib yashirinib olishgan ekan. Hech narsadan xabari yo'q dadam ishdan qaytib akamni so'ragan. Onam ukamni ovqatlantirayotgan bo'lgan. Ikkisi ham akamni izlab topisholmagan. Anvar akamni kanalda oqib ketganini eshitgach, otam tildan qolgan va 7 kungacha suvdan chiqmay izlagan. Shu vaqt ichida hech kim bilan gaplashmagan. Akamning murdasini Quvasoy tomonlardan topib kelishganidan keyin Xudoga shukr, bolamning o'ligini yerga qo'yaman deb yana gapirishni boshlagan. Bu voqealar sodir bo'lganida men bor yo'g'i 4 yoshda edim. Ammo ota-onam hamisha farzandlarining yodi bilan yashashdi deydi Valijon Shamsiyev. Qiziqchi san'atga qiziqqani va Ozodbek Nazarbekov bilan poyezd vagonida qilgan niyatini so'zlab berdi. San'atga bolalikdan qiziqqanman. Akamning vafotidan so'ng dadam farzandlarining bariga suzishni o'rgatdi. Sport bilan shug'ullanishimizga sharoit yaratib berdi. Hamma narsa niyatga bog'liq ekan. Andijondan Ozodbek Nazarbekov bilan poyezdda kelayotganimizda men Muhriddin Xoliqovga shogirdlikka tushaman. Men ham zo'r inson bo'laman. Uni o'z akamdek yaxshi ko'raman dedi. Va ertasi kuni Muhriddin Xoliqov bilan Mirzabek Xolmedov qaysidir ko'rsatuvda birga chiqishdi. Ularni ko'rib ko'nglimdan nimadir o'tdi, ammo bu haqda hech kimga aytmadim. Valijon Shamsiyev ustozi bilan ilk marta to'yda uchrashib qolganligini aytib o'tdi. To'ylarga chiqishni ancha erta boshlaganman. Toshkentga kelganda yaxshigina tajribam bor edi. 1993-yili to'yda xizmat qilib tursam, Mirzabek Xolmedov kelganligini aytishdi. Ustoz san'atkor Soyib Xo'jayevning ovozlarini taqlid qilayotgandim. U paytlari san'atkorlarning pulini chaqqonlik bilan o'zlashtirib oladiganlar urfda edi. Mahallaning olg'ir yigitlari san'atkor kelin kuyov qistirmoqchi bo'lgan pulni olgunga qadar darrov egalik qilishardi. Simli mikrofonlar chiqqan harakat qilishga to'sqinlik qilardi. Mirzabek ustozga pul qistirganida Soyib aka mikrofonni ushlab turing, nasibamni olib kelay degan va qaytganda o'sha paytdagi eng yirik kupyura puldan menga berib, bunisi sizning ulushingiz degan. Pulni olib, "Oho, bunga qaytim berishim kerak" deb cho'ntagimni izlaganman. Ammo mayda pul topa olmay, "Uzr, o'zi pulingiz mayda ekan, ko'zimga yirik ko'rinibdi" deb vaziyatdan chiqqanman. Odamlar mazza qilib kulishgan. O'shanda Mirzabek aka telefon raqamini berib bog'lanishimni tayinlagandi. Ammo bir necha marta uyiga qo'ng'iroq qilib gaplasha olmaganman. Undan keyin televideniyada ko'rishib qoldik, biroq bemalol gaplashishga imkon bo'lmadi. Institutda o'tirsam, meni tashqarida mashinada bir kishi chaqirayotganligini aytishdi. Keyin bilsam, Mirzabek aka jamoasiga iste'dodli yigitlarni izlab kelgan va institutda meni tavsiya qilishgan ekan. Xullas taqdir ekan, bu insonlar bilan ishlash nasib qildi deydi Valijon Shamsiyev. Valijon Shamsiyev Mirzabek Xolmedov sabab AQShga ketish fikridan qaytgani hamda teatrdagi hamkasblari undan ranjigani haqida so'zlab berdi. To'ylarga chiqqanim bilan topishim hamin qadar edi.
O'qirdim, ijara uyda yashardim. Xullas, o'qishdan keyin yosh tomoshabinlar teatrida yarim stavka asosida ishga qabul qilingandim. O'shanda bitta spektaklda bosh rolni ijro etib, uni endi repertuarga joylaydigan paytlarimiz edi. Buning ustiga rus jurnallarining birida filmda Jeki Chan bilan birga suratga tushishni istaysizmi degan e'lon chiqarilgandi. Bir necha oy davomida tayyorgarlik ko'rib, ingliz tilini o'rgandim. Hatto chet el bilan ishlaydigan qo'shma korxonaga ishga kirib, ularning yordami bilan xorijga ketishni reja qildim. Mirzabek Xolmedovning taklifidan keyin o'ylanib qolganman. Xo'p desam, bir vaqtning o'zida 2 ishimdan bo'shashim kerak. Keyin Mirzabek akaning jamoasida ishlolmasam, nima qilaman deganman. Oxiri tavakkal qilib qiziqchilik jamoasiga qo'shilganman deydi so'z ustasi. Qiziqchi Valijon Shamsiyev ijodni endi boshlagan vaqtda to'ydagi mushtlashuvlar haqida so'zlab berdi. U paytlari mushtumzo'rlar ko'cha bezorlari ko'p edi. Chunki qonun ishlamasdi. Odamlar birovning haqqidan qo'rqmasdi. To'ylarda 1-2 bezorlar ichib san'atkorlarga tashlanardi. Menda bunday vaziyatlar bo'lmagan deya olmayman. Ko'p marta janjalli vaziyatlarga uchraganman. Kaltak ham yeganman. Ammo sport ustasi ekanim hamisha qo'l kelardi. Ustozim aytganidek, xirapashshadek o'ralashayotgan odamlarning yonidan sekingina qochardim deydi so'z ustasi. Qiziqchi Valijon Shamsiyev xotirasini bir necha kunga yo'qotgani hamda koma holatiga tushganidan xabaringiz bormi? Valijon Shamsiyev O'g'lon filmini suratga olish jarayonida bir necha metr balandlikdan sakrayotganda boshi bilan yerga tushgan. Bu ijodkorga juda qimmatga tushib, avval Buxoroda, undan so'ng Toshkentda davolangan. Ko'zimni ochib kim ekanligimni eslolmaganman. 3 oy deganda asta-sekin xotiram tiklandi deydi qiziqchi. Dehqonchilik bilan shug'ullanayotganimga ancha yil bo'lgan. Ilgari 60 gektar yerim bor edi. Shundan 7 gektariga bog' tashkil qilgandik. Ammo bu sohaning ham qiyinchiligi bor, shu bois uni topshirishimizga to'g'ri keldi. Hozir faqatgina 6 ariqda 40 sotixlik bog'im bor. U yerda asosan o'rik va shaftoli yetishtiriladi. Toshkentdagi uyim atrofida esa uzum hamda shaftoli ekkanmiz. Uyim atrofidagi bog'ga o'zim qarayman. Katta bog'ning esa o'z bog'bonlari bor deydi qiziqchi. Valijon Shamsiyev 1998-yilda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovning qizi Dilfuza Komilovaga uylangan. To'y marosimi Toshkent hamda Andijon viloyatlarida bo'lib o'tgan. Qiziqchining layli taxallusi bilan ijod qiluvchi qizining ma'lum qilishicha, 2018-yilda ota-onasi rasman ajrashishgan. So'z ustasi Valijon Shamsiyev o'zbek shou-biznesining eng serfarzand vakillaridan biri. U 2025-yilda 12-martda ota bo'lganligini ma'lum qilgan. Bugungi kunda uning 8 qizi va 4 nafar o'g'il farzandlari bor.